Assalomu alaykum. Quvvasa akfa kuzatib borishlari. Mana yana bugungi montajimiz o'z nihoyasiga yetdi. 2-dekabr sanasi. Narxi 2.900.000 so'm, ikkita rom, bitta eshik. Boshida narxini aytib ketamiz. Romning razmeri 94 ga 1.10, ikkiga bo'linib bir tomoni ochiladi. Bittasida sulujniy mexanizm, bittasida обычный. Hop, bitta eshik 84 ga 2.5. Hop. Oq plus, red pen plus 6000 quattro materialda bo'lgan. Ko'rishinglar mumkin. Yopilishlari hamma yog'i ekologiy, lamberlari original. Graf serdechniy, turetskiy ruchka. Romlarda ham xuddi shunaqa holat. Hop. Tayinni ko'tarib berganimiz sababi katta yo'lga moslangan ekan, ichkari moslanar ekan, shuning uchun tayinni ko'tarib o'rnatib berdik. Ichkarida odam bor, ko'rsatib bera olmaymiz. Ko'rishinglar mumkin. Mexanizm har doimgidek 14 sm ochiladi. Eng kichkina qanotga 40 sm qanotiga qo'yib beryapmiz. Ko'rishinglar mumkin. Quvvasa akfada qo'yinglar. 2.900.000 so'mga shunaqa ishlarga olib kelib o'rnatib beryapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.